Chechen Dog'istonlik sportsmenlarni nimaga qulog'i singan bo'ladi bilasizlarmi? Bilmasanglar aytaman, tepadagi rasmga yaxshilab e'tibor bersanglar, ikkita boyez setkani ichiga kirib urushayotgan paytda bir-birini yiqitadi va yiqitganda qulog'i yerga ishqalansa, o'sha paytda qulog'i sinib ketishi mumkin va singandan keyin bundan ortiq og'riydigan dard bo'lmasa kerak. Agarda oranglarda MMA sportsmenlar bo'ladigan bo'lsa, qulog'ini sindiraman deydigan tanishinglar bo'lsa, masala uchun Moskvada 4 yillik tajribaga ega bo'lgan quloq sindiruvchi bir akamiz bor. Mana Instagram profillari. Ularni mana pastda telefon nomerlarini qoldiraman. O'sha telefon nomerlariga bemalol telefon qilib aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, quloqni qanday sindirish va lecheniyani qanday qilish, qanaqa dori qilinadi, qanaqa ukol qilinadi, polnosti informatsiyani shu pastdagi WhatsApp, Telegram orqali olsanglar bo'ladi va ushbu videoga bitta dona like bosib, mana shu videoni sportsmen tanishinglarga ham yuborib qo'yinglar. Ularning oldiga hattoki Yevropa, Italiya, UFC dan sportsmenlar kelib, quloqni sindirib keyin lecheniyani qanday qilishni maslahat oladi pastda, ya'ni do'stlar, sizlar ham bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, maslahat olib, oldilariga borib ko'rishib gaplashsanglar bo'ladi. Hammanglarga tavsiya qilaman. Bu aka o'zimizni akamiz 100% ishonchli. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.